Universitet tanlashdagi eng katta xato bu faqat nomiga qarab tanlash. Tanlovda eng muhimi farzandim nima o'rganadi va kelajakda kim bo'la oladi. Ko'pchilik shunchaki qabul qilgan joyga kiradi, lekin bir yildan so'ng tushunadi. Yo'nalish mos emas, ingliz tili o'smayapti, kelajakdagi kasb esa mutlaqo tushunarsiz va zerikarli. TMUda farzandingiz ingliz tili muhitida o'qiydi va o'zining kuchli tomonlariga mos yo'nalishni tanlaydi. Texnologiyani yaxshi ko'rsa, computer science bor. Biznesni yaxshi ko'rsang, management, marketing, finance yoki international business. Tahlilni yaxshi ko'rsang, economics. Munozara va isbotlashni yaxshi ko'rsang, law. Ingliz tili yoki o'zbek tilida o'qish mumkin. Til va ta'limni yaxshi ko'rsang, English teaching yoki early childhood education. Ta'lim shakli kunduzgi. Ta'lim davrida loyihalar, odamlar bilan ishlash va ingliz tilida muloqot juda ko'p. Va eng muhimi, IELTS 6.5 va undan yuqori bo'lsa, birinchi semestrga 100% grant yutib olishing mumkin. Ingliz tilini biroz mustahkamlash vaqti keldi, shunday emasmi? TMU bu shunchaki universitet tanlash emas, bu shunchaki o'qish joyi emas. Bu yo'nalishlarning kelajagini o'zgartira oladigan odamlar, til va imkoniyatlar tanlovi. Telegram botimizga yozing. Qabul, yo'nalishlar va grant bo'yicha barcha ma'lumotlarni yuboramiz.